Diqqat aholiga tezkor xabar. Mamlakatda endilikda barcha 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga har oy davlat nafaqasi beriladi. Barcha ota-onalar ogoh bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat qiling, Qirg'izistonda 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga davlat nafaqasi beriladi. Bu haqida prezident Sadir Japarov tegishli farmonni imzoladi. Qayd etilishicha, mamlakatdagi har yoshgacha bo'lgan bola oyiga 1200 so'm, taxminan 13-14 dollar oladi. Bu daromad darajasidan qat'iy nazar har bir oilaga joriy qilinadi. To'lovlar 2026-yil 1-iyundan boshlanadi. Ma'lumot uchun, Qirg'izistonda 3 yoshgacha bo'lgan taxminan 445 ming bola yashaydi, deyiladi xabarda.